edi, to'g'rimi? Buxgalteriyani bitirib, keyin biznes ish boshlashardi. Ahamiyat bersanglar hozir, bugun как раз Ezodil bilan shu temada gaplashyotgandik. O'sha marketologlaringlar hammasi ko'pi hammasi demayman, состоятельный oilada, ya'ni oltin beshikda tug'ilgan, ular qo'lida puli bor. Ular qo'lida puli bor, ish boshlashyapti. Yo adasi, yo turmush o'rtog'i, noldan boshlashchi. Noldan boshlagani bormi? Market chiqib o'rgatyapti, lekin o'zini oldin puli bo'lgan o'sha aytayotgan marketologlaringlarni $1000, $2000 puli bo'lganki, o'shani biznesga tikib ko'paytiryapti. Noldan hech qanaqa pulsiz boshlaganlar bormi? Ana o'shalardan maslahat olinglar. O'shalardan o'rganinglar. Umuman bir so'm pulsiz peshona teri bilan yig'ib sekin-sekin ko'tarilgan marketolog deymizmi, biznesmen deymizmi, butik